Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Abdusafiy avtomobillar Primoy mana Krasnodar, Volgograd, Saratov konstruktsiya yetib keldi mana. Xudo xolasa mo'yka ishlari olib borilyapti, sharoitlar zo'r. Haftada 2 kun Abdusafiy avtomobillardan seshanba, juma kuni yuradi reyslarimiz kechki 17:00 da. Kimlarki shunday shoshli avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, ekranga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol 1 kun oldin telefonga javob berib qo'yishadi. Ichki sharoitlarni sharoit varianti. Bu mana yangi har reysga borib kelganda mana ko'rishinglar mumkin, mo'yka bo'ladi, mo'yka. Har reysga boradi, qaytadi, yuviladi. Sharoitlar zo'r, Wi-Fi, konditsioner bor, televizor, kullerimiz bor, sovuq suvga, yosh bolasi bor, opalar, akalar, 50% chegirmasi bor, 10 yoshlargacha. 10 yoshlar tepasiga narxlar bir xil bo'ladi. Xudo xolasa haftada 2 kun seshanba, juma, sidinalar yangi mana Volvo'ga chilar ham mumkin. Mana sidinalar zo'r o'ngga chapga chiqadi. Kimlarki shunday shoshli avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, ekranga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Batafsil ma'lumot olib telefon qilishingiz mumkin.